Godzilla va Kongni yana birlashishga majbur qilgan eng xavfli titanlardan biri Titan X. Godzillaning suvdagi qirolligi abadiy emas, chunki Titan X ham aynan o'sha yerga tegishli. Monarx Maxluqlar merosi serialining 2-sezonida Yer sayyorasining ulkan ko'k qismi okeanlarga alohida e'tibor qaratiladi. Bu bejizga emas, bunday hikoyalarda okean har doim muhim rol o'ynagan. Noma'lum narsalar ko'p bo'lgan joyda esa har doim ulkan va xavfli mavjudotlar uchun joy topiladi. Tosh qamoqdan ozod qilingach, Titan X darhol qandaydir maqsad sari yo'l oldi. Hozircha u aynan qayerga ketayotganligi noma'lum, ammo bitta narsa aniq, u shunchaki daydib yurgan yirtqich emas. Kong uni Chanoq orolidan haydab yuborganda ham u qirg'oqda to'xtab qolmadi. U o'ziga makon qurishga yoki atrofdagi hamma narsani vayron qilishga ham urinmayapti. Titan o'zi rejalashtirgan manzil tomon harakatlanmoqda. Titan X maqsadli harakat qilmoqda. U deyarli hech narsaga chalg'imaydi. Birinchi qismda unga unchalik e'tibor qaratilmagan bo'lsa-da, ikkinchi qismda uning to'liq ko'rinishi bizga ko'rsatildi. Ayniqsa uning boshi va dahshatli jag'larini ko'rdik. Suriya hududida Monarx tashkiloti xodimlari uni aholi zich joylashgan hududlardan uzoqroqqa yo'naltirishga harakat qilishmoqda. Dastlab olimlar Titan X shunchaki katta titan deb o'ylashgan edi, ammo bu qism uning haqiqiy o'lchami bundan ham dahshatliroq ekanligini ko'rsatdi. Aniq uzunligi hali noma'lum, ammo u nihoyatda ulkan. Taqqoslash uchun yer yuzidagi eng katta yirik mavjudotlar ko'k kitlar va finlar bo'lib, ularning uzunligi 30 metrdan ham oshishi mumkin. Ammo Titan X ulardan anchagina kattaroq ko'rinishda. Bunday o'lcham unga nafaqat ulkan kuch, balki juda katta tezlik ham beradi. Bu maxluq shuni aniq ko'rsatadiki, okeanlar qiroli faqatgina Godzilla emas. Suvda ekanligida Titan X o'zini juda qulay his qiladi. U juda tez va yengil harakatlanadi. Ammo quruqlikdagi vaziyatlarda boshqacha. U yerda uning harakatlari og'ir va biroz noqulay bo'ladi. Bu ayniqsa Kong uni quvgan sahnada yaxshi ko'rinadi. Demak, bizda ulkan kuchga, yuqori tezlikka va noma'lum ammo juda kuchli maqsadga ega bo'lgan gigant mavjudot bor. Bunga uning tajovuzkor tabiati, vayronkor kuchi va ignaga o'xshagan o'tkir tishlar bilan to'la kuchli jag'larini qo'shsangiz, bir narsani anglatadi. Titan X bilan hazillashish juda ham xavfli. Agar kimdir unga jiddiy zarba bera olsa ham, hujum qilgan tomon ko'proq zarar ko'rishi ehtimoli katta. Buning sababi uning tanasini qoplab turgan tikanlardir. Ayniqsa bosh qismi atrofida ular juda ko'p. Bu tikanlar himoya vazifasini bajarishi mumkin. Ular lev, baliq tikanlariga o'xshaydi. Bunday tikanlar nafaqat himoya, balki zaharli ham bo'lishi mumkin. Agar Titan X da ham shunday tizim bo'lsa, u yanada xavfliroq titanga aylanadi. Ammo bu tikanlar faqatgina himoya yoki hujum uchun emas, ular titanning kattaroq va qo'rqinchliroq ko'rinishiga ham yordam beradi va ularning rangi o'zgarishi mumkin. Ba'zan ular umuman yonmaydi. Bu titanning oddiy holati. Ba'zi sahnalarda ular oq rangda yonadi. Bu ehtimol titanning tinch holatda ekanligini bildiradi. Ammo u tajovuzkor bo'lganida rang tezda pushti rangga o'zgaradi. Bu esa hujum rejimini anglatadi. Hozircha serialda bu ranglar nimani anglatishi aniq emas. Olimlar esa buni tushunishga harakat qilishmoqda. Yana bir qiziqarli savol, Titan X o'z armiyasi bilan qanday aloqa qila oladi? Aytgancha, serialda uning shaxsiy armiyasi ham mavjud. Taxminlarga ko'ra, u juda past chastotali tovushlar orqali aloqa qiladi. Shunchalik pastki, odamlar uni eshita olmaydi. Xuddi ari malikasi uyasida ari koloniyasini boshqargani kabi. Agar bu rost bo'lsa, demak Titan X shunchaki yirtqich emas, u yetakchi. Uning skarabeylardan iborat armiyasi bor. Birinchi qismda bu mavjudotlar faqat qisqa ko'rinish bergan edi. Ular unchalik katta emas, lekin juda agressiv maxluqlar. Ikkinchi qismda esa tomoshabinlar ularning dunyosini ancha yaxshiroq ko'rishdi. Endi ularni qanday yashashi va o'ljani qanday ovlashini tushunish mumkin. Bu mavjudotlar kutilganidan ancha aqlli ekan. Masalan, ulardan biri yashirincha Monarx kemasiga kirib oladi. U odamlarni kuzatadi, ularning xatti-harakatini o'rganadi va o'z harakatlarini shunga moslashtiradi. U imkoniyat paydo bo'lguncha yashirinib turadi, ammo hujum qilgan paytda uning qanchalar xavfli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Uning tishlari juda o'tkir, harakatlari tez va tartibsiz. Agressivligi esa uni yanada xavfliroq qiladi. Uning tanasi mustahkam zirhli qobiq bilan himoyalangan. Bu qobiq qilichdum qobig'iga o'xshaydi, faqat monsterlar uchun moslashgan. U kuchli zarbalarga ham, signal pistoletidan o'q uzilganda ham bardosh bera oladi. Titan X yo'nalishini o'zgartirib, ovoz kelayotgan tomonga yo'l oladi. Skarabey suvga qaytarilganda u yana Titan X bilan birlashadi va tomoshabinlar ular o'rtasidagi kuchli bog'liqlikni ko'rishadi. Yuzlab, balki minglab skarabeylar Titanning
uning tanasiga yopishib oladi. Bu aloqaning qanday ishlashi hozircha noma'lum, ammo kerak bo'lganida bu qo'shin ozod qilinadi. Shunda qiziq savol tug'iladi. Bu ikki tur qanday bog'langan? Ba'zilar skarabeylar Titan X ning rivojlanishidagi dastlabki bosqich bo'lishi mumkin deb taxmin qilishmoqda. Ulardan biri vaqt o'tishi bilan yangi malika, yangi Titan X ga aylanishi ham mumkin. Shunga o'xshagan holat oldin ham Monsterverse'da uchragan edi. Masalan, bunga Muto Parazit Titani misol bo'la oladi. Yana bir qiziq narsa, Titan X boshqa titanlarning ovozini taqlid qilishi mumkin. Masalan, uning qichqirig'ining oxirida Motraning ovozini eshitish mumkin. Agar bu rost bo'lsa, kelajakda bu juda qo'rqinchli oqibatlarga olib keladi. Chunki bunday qobiliyat boshqa titanlarni o'ziga jalb qilish uchun ishlatiladi. Agar u haqiqatdan ham boshqa titanlarning qobiliyatlarini taqlid qila olsa, u Monsterverse'dagi eng kuchli mavjudotlardan biriga aylanishi mumkin. Sizningcha Godzilla va Kong Titan X ni qanday qilib yengishadi va Titan X serial oxirida tirik qoladimi? Javoblaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.